Hammaga salom, sizlar bilan men Layt. Bugun men sizlarga qanaqa qilib inventar saqlanish qilishni o'rgataman. Inventar saqlanish qilish bu o'lganlaringda narsalaringni saqlab qolasizlar. Boshlayotgan Minecraft'larga qiyin bo'ladi. Chunki narsalar o'lganda narsalar yo'qolib ketadi. Tasavvur qilinglar, endi shahardan chiqayotganlarini almaz tapish qilib, Creeper shuni portlatib yuboradi. Men hozir portlamadim chunki biron bor edi. Mana qaranglar. Creeper shuni orqalaridan chiqdi va portlatib yubordi. Narsalarim yo'qolib ketdi, ko'rishingiz mumkin. Mana. Men shu narsalarni bor qilishni, shu narsalar qolishini o'rgatmoqchiman. Men sizlarga mana boshqatdan ko'rsataman. Tushunmaganlar uchun mana tasavvur qilinglar, shu narsalarim turibdi. Tasavvur qilinglar, mana ko'rib turibsizlar. Narsalarim turibdi. Men mana pastga mana o'ldim. Va narsalarim saqlanib qolmadi. Men shuni qanaqa qilib saqlab qolishni o'rgataman. Like bosishni esdan chiqmasin, iltimos. Va biz hozir Nastroykaga kiramiz. Nastroykaga kirganimizdan keyin pastga tushamiz. Pastga tushganimizda mana выключить chiti turadi. Sizlarda u o'chiq bo'lishi mumkin. O'chiq bo'lsa yoqamiz, yoqib bo'lsa tegmay qolamiz va saqlanuvchi inventar turadi, ko'rishingiz mumkin. Shuni yoqamiz va bo'ldi. Endi narsalarning saqlanib qoladi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana narsalarim turibdi. Mana pastga mana balanddan tushyapman va o'ldim. Mana o'ldim, mana narsalarim saqlanib qoldi. Ko'rganlar uchun rahmat. Like bosinglar, podpiska tashinglar. Agar yoqsa podpiska bosib qo'ysalaring, Minecraft haqida menda ko'pgina qiziq videolar chiqadi va eng muhimi o'zbek tilida. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.